Arab tilida t tovushi o'zbek tilidagiga o'xshab bir dona emas, balki arab tilida t tovushi ikki xil hisoblanadi. Birinchisi bu harflarni o'rganishda avvalida o'rganiladigan t tovushi, ya'ni t, ti, tu va bu harfimiz to tovushidan tubdan farq qiladi va asosiy e'tibor qiladigan narsa bu joyda to harfida harf portlab, ya'ni otilib chiqadigan sifatiga ega va ta'da hams, ya'ni havo bilan qo'shilib chiqadi. To harfimizda umuman boshqacha talaffuz, ya'ni til xuddi mahraji ta'niki bilan bir xil, ya'ni tishlarimizni ustidagi milk qismiga til tegadi va ana shu til tegishi orqali to harfi talaffuz qilinadi va ta harfi ham xuddi shu joydan talaffuz qilinadi. Faqat farqli tarafi to harfida til tegadi va ana shu holatda tezlik bilan til uziladi. Ya'ni to mana shu holatida talaffuz qilinadi va talaffuzda e'tibor qilinadigan narsa to harfi ta harfidan farqli jihati, to harfini biz qalqala qilamiz sukunli holatda kelganda, ya'ni to, ilto, uto shaklda, ya'ni to harfi sukunli holatda bitta uzib olinadi va u to fathali holatidan farqi nimada desa, to fathali holatida jag'lar pastga tushadi va toni qalqala qilgan paytimizda jag'lar joyida qolib tilni o'zi bilan talaffuz qilamiz. Ya'ni to jag' tushadi, bu fathali holati. To mana bu holatda to harfini talaffuz qilganimizda to jag'lar ishlamaydi va bu narsa to harfini qalqalasi hisoblanadi va to harfini yana qo'shimcha sifatlari bu harfimiz yo'g'on, ya'ni isti'lo harflar sirasiga kiradi va to harfimiz jahr va shidda, ya'ni uzib olish yoki qisqa ushlanish deyiladi. Ana shu sifatga va oxirgi 4-si bu qalqala sifatiga ega.